Yo do'stlar, barchaga salom. Sizlar bilan Gameplay 555 kanali. Bugungi videomizda do'stlar, mana bu lavalar otilib chiqadi. Biz esa mana bu toshchalarga sakraymiz. Hozir men o'lib qoldim. Mana bu toshchalarga sakraymiz. Toshchalarning ustidagi brendlarni o'zimizning bazamizga olib kelishimiz kerak. Masalan, men hozir buni olaman. Mana oldim do'stlar. Hozir mening bazam anaqa sal botroq, shunga ahamiyat bermaysizlar. Event boshlanganda do'stlar, shuni aytish yodimdan chiqibdi. Bu yerda mening tezligim hozir 151. Men hozir sakrashimni kuchaytirishim kerak do'stlar. Mana bu Classic Computron Diskalonini menga bir do'stim sovg'a qilgan do'stlar. Hozir biz tezligimizni kuchaytirib olamiz. Nimaga kuchaymayapti? Ha, bo'ldi do'stlar, kuchaydi. Yana 100 QD kerak ekan. 3 QD ga kuchaytirib turamiz do'stlar. Kuchaytiramiz do'stlar. Endi revis qilsak do'stlar, bizning sakrashimiz ortadi. Shuning uchun revis ham qilib turamiz. Revis qilishimiz uchun bizga abonaku bambala bu kerak ekan do'stlar. Hozir biz mana do'stlar topdik. Sakrashimiz juda ham oz do'stlar. Shuning uchun ham revis qilsak do'stlar, biz sakrashimiz asta kuchayib boradi. Hozir men revis qilib yuboraman. Revis qildim va menga Cacto Hippopoto degan kerak ekan va 56 speed kerak ekan. Mening speedim hozir 16 bo'lib qoldi do'stlar. Shuni 56 qilib kuchaytiramiz. 56 bo'ldi va bizga qaysi kerak edi do'stlar? Cacto Hippopotam. Okey. Do'stlar, hozir shuni topib olib kelamiz. Ko'rinishi qanaqa edi? Bo'ldi do'stlar. Kaktusda turgan. Do'stlar, Lucky Block do'stlar. Tezroq. Lucky Blockni olishimiz kerak do'stlar. Tezroq do'stlar. Lucky Block. Yaxshi do'stlar, Lucky Blockni oldik. Do'stlar, hozir bu Lucky Blockni bosish kerakmi buni? Do'stlar, shunda nima chiqsa do'stlar, like bosasizlar. Voy. Nima chiqdi? Pipi kiwi chiqdi do'stlar. Buni sotib yuborishimiz kerak. Bu ham bizga bu kerak do'stlar. Hozir bundan pullarni yig'ib olamiz va do'stlar, buni hozir biz revis qilishimiz uchun anaqani spinni aylantirib ko'ramiz. So, ikkita spinim bor ekan do'stlar. Nima tushadi ekan? Bo'ladi do'stlar, yaxshi. Lucky Block tushsa yaxshi bo'lar edi do'stlar. Nima bu? Nima tushdi do'stlar? Voy do'stlar. Menga bu nima bu? Hozir do'stlar buni sinab ko'ramiz. Bu do'stlar tushundim. Bu lavadan asrar ekan bizni. Do'stlar, hozir biz mana do'stlar, qaranglar, lavadan asrash kerak. Mana do'stlar, lavada turibman, ko'rdingizlarmi? Bir marta lavadan asrar ekan do'stlar. Bo'ldi, endi yo'q do'stlar. Hozircha do'stlar menda yetarli narsa yo'q. Hozir do'stlar 900 kalik bor ekan, keyin bu bor ekan. Do'stlar, hozircha bizga bular kerak emas. Bizga bu qushchaga o'xshagan narsa juda ham zarur. O'talamizmi? Yaxshi, o'taldik. O'talamizmi? Yaxshi, o'talamiz do'stlar.
Asta. Voy do'stlar, tushib ketdim. Do'stlar. Do'stlar, voy. Do'stlar. Sal qoldi do'stlar. Sal qolishiga sal qoldi ya do'stlar. Hozir do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar va like ni ham bosinglar. Hozir biz klassik spam bo'ldi deyapti bir joyda. Klassik. Bu yoqqa o'talamizmi? O'talamiz. 30 kalik bor ekan. Voy do'stlar. Yo'q. Yaxshi do'stlar. Ulgurib qoldik. Bo'lmasa o'lar edik. Do'stlar. Halam ulgurib qoldik a. Nima tushyapti? Voy do'stlar, chiqolmayapman. Do'stlar, tezroq. Yaxshi do'stlar. Yo'q do'stlar. Chiqolmay qoldim. Do'stlar, xo'p, mayli, bizga kerak bo'lgan lucky block hozir. Shuni olamiz. Tezroq bo'lsang-chi, yashil. Osmondan nima yog'yapti? Mening spinim yo'q, do'stlar. Okey. Bosib bo'lmas ekan. Ana qanaqa qilib yuribdi? Yursa bo'ladimi? Ha, do'stlar, bo'ldi. Bu yerda sakrab yurish kerak ekan. Yo'q do'stlar. Yo'q. Tezroq. Yo'qolib qoldi u ham. Chiqolmayapman. Chiqdim bo'ldi do'stlar. Mana bu yoqqa o'ta olamizmi? Yo'q, o'ta olmaymiz ekan do'stlar. Xo'p, mayli. Voy, uni qaranglar, qanaqasiga. 5x qilib kuchaytiramiz buni. Yo'q, kuchaytirib bo'lmas ekan. Aha, do'stlar. Kuchaytiramiz. Xo'p, mayli do'stlar, videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Like va obuna etishdan chiqmasin.